kechirgin meni, senga qo'lim yetmayapti-da. Yuragimga yaqinsan, yaqin, yurak sensiz ko'nmayapti-da. Men oddiyman, sen ko'kdagi oy, senga qo'lim yetmayapti-da. Ko'zlaringni sog'insa yurak, nima qilay axir malak. Sevaman deb ko'zing yoshlama, otangga boy kuyovlar kerak. Ey malak, ey malak, ey malak, otangga boy kuyovlar kerak. Kambag'al sevmasin ekan, sevib kuyib qolmasin ekan. Bu dunyoda har bir yigitni Alloh o'zi qo'llasin ekan. Bir kun kelar balki omadim, hozircha yo'q moli davlatim. Kambag'alni odam deb bilmas, boyotiga qoyil qolmadim. Ko'zlaringni sog'insa yurak, nima qilay axir malak. Sevaman deb ko'zing yoshlama, otangga boy kuyovlar kerak. Ey malak, ey malak, ey malak, otangga boy kuyovlar kerak. Ey malak, ey malak, ey malak, otangga boy kuyovlar kerak. Bravo, Humoyun Mirzo. Shu baribir ko'ndira olmabsiz-da. Humoyun Mirzo rosa yurakdan Meni Yuragida kambag'al deb yozilgan ekan. mensimading deb rosa aytdingiz, baribir Men ko'ndira bu olmabsiz-da. yigitni ijodini endi bugundan boshlab kuzatishni boshladim. Hozir reklama paytida suhbat qilsam, bu bola o'zimizdan ekan. Farg'ona Ha, albatta. vodiysidan Namangan viloyati Pop tumaniga, Pop tumani yaxshimizda, yaxshi keldinglarmi, qo'shnilar, qalaysizlar, bardan baqo, charcharing. Assalomu alaykum. Bular G'urumsaroy degan joydan, ha? G'urumsaroy. Ha, malades. Bu yonimiz, bizga uzoq emas, 3 kilometr bo'lgan joyda juda ham bir bular ko'proq dehqonchilik bilan shug'ullanishadi ko'pchiligi, juda ham bir chorvachilik bilan, keyin san'atga ham juda ham chinavanda xalq, maza qilamiz. Yaxshi insonlar, yaxshi kelib oldinglarmi? Suhbat qilinglar. Rahmat ustoz. Avvalambor assalomu alaykum. Azizlar, Zo'r TV kanali aziz muxlislari, hammaga bahoriy kayfiyat tilayman. Iloyim mana shu yuzimizdan tabassum hech qachon arimasin. Aziz aka, sizga ham assalomu alaykum. Humoyun Mirzo Rahmat, birinchi rahmat, aytgan sog' qo'shig'ingiz bo'ling. qaysi ustozimizning qo'shiqlari? Oxunjon Madaliyevning qo'shiqlari. Ruhlari Tursun shod Navbahor. bo'lsin. Juda ham ohangi, ovozingizni tembralnistiga, adashmasam, Zokida, ovoz tembralnistiga tushibdi. Agar iloji bo'lsa, meni fikrimcha-da, endi muxlis sifatida ustozlarimizning qo'shiqlarini mana shunday bugungi yosh zamondoshlarimizga yetkazadigan sizdagi ijodkorlar, sizlardagi ijodkorlar ko'payishini tilakdoshimiz. Ochiq gap. Endi efir davomida muxlislar ham tayyor tursin. Musiqashunossiz-da, Zohida shunga. Humoyun Mirzo ham tayyor tursin. Jonli ijro eshitamiz sizdan. Biz sinov Ha, mayli, mayli. Jamoalarga omad, hamrohiylar bo'lsin.